Bugungi darsimizda taroveh namozini ayollar uchun to'liq o'qishni o'rganamiz. Taroveh namozini o'qish uchun birinchi navbatda xufton namozining 4 rakat farz va 2 rakat sunnati o'qiladi. 3 rakat vitr vojib o'qilmay turadi. Demak, taroveh namozini o'qish uchun birinchi navbatda xufton namozining 4 rakat farzi va 2 rakat sunnatini ayollar o'qib olish kerak bo'ladi. Hozir biz xufton namozining 4 rakat farz va 2 rakat sunnatini o'qishni ko'rsatib beramiz va undan keyin taroveh namozini o'qishga o'tamiz. Xufton namozining 4 rakat farzi peshin namozining 4 rakat farzi bilan bir xil o'qiladi. Niyat qilish. Ka'ba tomonga yuzlanib, bugungi xufton namozining 4 rakat farzini o'qishni niyat qildim. Bu bilan ayollar xufton namozining 4 rakat farzi va 2 rakat sunnatini o'qib bo'lgan hisoblanadilar. Endilikda taroveh namozini qanday o'qishni o'rganamiz. Taroveh namozi jami 20 rakat hisoblanadi. Taroveh namozini 20 rakatni bomdod namozining 2 rakat farziga o'xshab 2 rakat 2 rakatdan o'qiymiz. Ya'niki bomdod namozining 2 rakat farziga o'xshab 10 marta o'qiydigan bo'lsak, jami 20 rakat bo'ladi. Niyat qanday bo'ladi? Niyat quyidagicha bo'ladi. Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib, bugungi taroveh namozining 2 rakatini o'qimoqlikni niyat qildim deb niyat qilinadi. Har 4 rakat o'qiganimizdan so'ng taroveh namozining o'zini duosi bor. O'sha taroveh namozining duosi o'qiladi. Jami 20 rakat o'qib bo'lganimizdan so'ng oxiri 3 rakat vitr namozini o'qiymiz. Shu bilan biz taroveh namozini to'liq o'qib bo'lgan hisoblanamiz. Endi shularni hozir video rolik orqali tushuntirib berishga harakat qilamiz. Hozir taroveh namozining 2 rakatini qanday o'qishni ko'rsatib beramiz. Niyat qilish. Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib, bugungi taroveh namozining 2 rakatini o'qishni niyat qildim. Deb Hozir taroveh namozini 2 rakatini qanday o'qishni ko'rsatib berdik. Siz shu holatda yana xuddi shu holatda o'qisangiz, jami 4 rakat bo'ladi. Chali hozir 2 rakat o'qidik, yana shu holatda bir marta o'qisangiz 4 rakat bo'ladi. Masalan, siz ko'p zam surani bilmasangiz, ikkitagina zam sura bilan ham o'qisangiz bo'ladi. Keyin aytib o'tganimizdek, har 4 rakat o'qib bo'lganingizdan so'ng dam olish vaqtida quyidagi ekrandagi duoni o'qiysiz. Har 4 rakat o'qiganingizda quyidagi duoni o'qib borasiz. 2 rakat o'qiysiz, yana 2 rakat o'qiysiz, 4 rakat bo'ladi. Yana shu duoni o'qiysiz, yana 4 rakat o'qiysiz, yana shu duoni o'qiysiz. Jami 20 rakat bo'lgancha shu holatda davom etadi. Keyin 20 rakat o'qib bo'lganingizdan so'ng endilikda hozir vitr vojib namozini o'qiymiz. Shu bilan siz taroveh namozini to'liq o'qib bo'lgan hisoblanasiz. Hozir vitr vojib namozini ham o'qishni ko'rsatib beramiz. Vitr vojib namozi 3 rakatdan iborat hisoblanadi hamda boshqa namozlardan farqi uchala rakatga ham zam surasi o'qiladi va 3-rakatda zam surasidan keyin Allohu akbar deb qo'llar ko'tariladi hamda yana qo'llar bog'lanib qunut duosi o'qiladi. Endilikda qanday qilib vitr vojib namozini to'liq o'qishni ko'rsatib beramiz. O'zlari eshitadigan darajada o'qiydilar. Juda ham yuqori va juda ham past emas. Niyat qilish. Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib, bugungi vitr vojib namozini o'qishni niyat qildim.